Bundan bir necha yil oldin Toshkentlarda, Andijonlarda ishlaganimizda, shogird bo'lib yurgan vaqtlarimizda nasib qilib biz ham Namanganga olib kelib, shu Namangandan shunaqa operatsiyalarni qilarmiz degan umidlarimiz bo'lardi. Qiziqishlar, ishtiyoqlar bo'lardi. Mana endi Xudo xolasa nasib ekan. Bemorda mana chap siydik nayi ajratyapmiz. Qo'lga yaqinlashib qoldik. Mana bu yerda уже chandiqli to'qimalar. Siydik qopini devorni ajratishni boshlaymiz, siydik qopiga ulash uchun. Hozir mana Xudoga shukr, murakkab laparoskopik muolaja amaliyotni amalga oshirdik. Operatsiya muvaffaqiyatli chiqdi. Bemorimizda siydik nayini pastki qismida torayish bor edi. Bu avvalgi operatsiya tufayli vujudga kelgan. Biz u torayishni hozir bartaraf qildik. Siydik nayini chandiqlidan ajratib, siydik qopiga yangidan tikdik. Ichiga stent qo'yib qo'ydik. Bunaqa operatsiya yaxshi o'sha yuqori texnologik nemetskiy operatsiya deydi xalq orasida. Germaniyadan olib kelingan o'sha uskunalar yordamida 3 ta 4 ta kichkina miniatyur teshik orqali bajarildi. Operatsiya 1 soat, 1,5 soat davom etdi. Endi bemor palataga o'tadilar, ertadan turg'izib yurg'izvorsa bo'ladi. Xudo xolasa bunaqa yaxshi murakkab kam zararli operatsiyalar hozirgi kunda ko'p klinikada qilinyapti, jumladan mana bu yerdagi o'sha Saydana klinikasida ham bajarilyapti. Bunga hamma imkoniyatlar bor va bu kelajak uchun, rivojlanish uchun bitta omil hisoblanadi. Yaxshi, ustoz, sizga katta rahmat bizga o'tkazgan master-klassingiz uchun. Xudo xolasa imkon qadar bu narsalarni davomli qilishga harakat qilamiz. Katta rahmat ustoz. Bo'pti.